Börkümni satittim tuqqanlar man filmine yordam qilib bir taxt qo'ygan bo'lsanglar, ehtiyojli kishilar olib qo'yib qolsa bir aloqalashgan bo'lsak. Men o'zim 24 yoshga kirdim, yurtim Tumshuq shahri. Beden sapayim intayin yaxshi. Va aroq sharab unda bir narsalarni ichmayman, chekmayman. Undan keyin sog'lom turmush odat yetildirish maqsadida hozir 2 oy bo'ldi men rangli ichimliklarni ichmay nima qilayotgan. Endi ilmiy oziqlanish maqsadida bo'layotgandim. Andan keyin turmushlik bo'lmadim. Shunga ishtaq bir ehtiyojli kishilar olib qo'yib qolsa bir yordam qilib nima qilinglar. Onamning salomatligi ahvoli yaxshi emas. Men bundan bir tijoratchidim. Mollarimni azam berey deb nima qilsam, azam berey deb uchir chiqarsam, besilib qolgan narsani mishda satmoqchimsan deb nima qildinglar. Men besilib qolmagan, boshqa nisbatan e'tiborli hisoblanadigan narsani satmoqchi tuqqanlar. Shunlashqa yordam qilib mishni taxt qo'yinglar. Salomatligim yaxshi. Tekshirishdan keyin qaror chiqarsanglar bo'ldi. Men bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Yordam qilib mishni bir ko'plab taxt qo'yinglar tuqqanlarim men bir xo'shib ketay. Bir talgirak bir bakjiq edam tilab ketdinglar. Men azam bermay desam, bir narsa azam bermasam tilaydi ekansizlar bo'pti. Besilib qolgan narsani satqanmi bo'lay. Börküm besli qilib emas, ehtiyojli bo'lib tapamat qilib qolsam men qilib berma tuqqanlar.